Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Hozir e'tiboringizga Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlarining o'ta go'zal va latofatli g'azaliga o'zimning, ya'ni Ziyo Najmiyning muhammasini o'qib bermoqchiman. Samodan tomgan ulu tomchi, nabotot ahli jonidur. Ochilgan qip-qizil gullar, bu mushtoq dilni qonidur. Jaranglab yangragan sozlar, ushshoq ahlin zabonidur. Bahor ayyomidur dog'i, yigitlikning avonidur. Ketur soqi sharobi, nobikim ishrat zamonidur. Gahi chaqmoq chaqib yerga, tushar ko'kdan qizil uchqun. Gahi maysa unib asta, yashil rangga kirar ochun. Gahi qirlar o'ziga zeb berib guldan ochar husnun. Gahi sahro uzori, lola shaklidin erur gulgun. Gahi sahni chaman gul, chehrasidim arguvonidur. Yana sel keldi tog'larga, oqizdi suvni yo'llardan. Yana suv shoshdi bog'larga, oshib qir dashtu cho'llardan. Yana qushlar hayot kuyin chalishdi o'ngu so'llardan. Yana sahni chaman bo'ldi munaqqash rang gullardan. Magar kim sun'ining naqqoshig'a rang imtihonidur. Muhabbat faslida xushdir muattar zulfing ifori. Tutar har lahzada qattiq chiroy husning xummori. Dilimda bittadir orzu, visol ayyomi takrori. Yuzing ey sarv jonim, gulshanining toza gulzori. Qading ey gul hayotim, bog'ining sarvi ravonidur. Ajab ushshoqdir olam, bari ul so'zlari durning. Hamma qurbonimish do'stlar, ko'zidan chaqnagan nurning. Ziyo ham oshig'i chindan, o'shal dildora ul hurning. Nayerda bo'lsang ey gul, andadur chun joni Boburning. G'aribingga tarahhum aylag'il kim andijonidur.